Selamünaleyküm. Şaban ayının ortasındağı tün to'ylov to'g'ri hukmi. Birinchi masala, bu tün qasiyetli tunba. Bukul ulamolar bu tunning qasiyetli bo'lganini mo'yindaydi. O'tkeni qasiyetli bo'lgani to'g'ri hadislar bor. Sahih hadis, durust hadislar bor. Sol hadislardan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganiga bu tunda Alloh subhanahu va taolo bukul adamlarning kunahlerini kechiradi deydi. Tek qana iki top adamlarning kunahlerini kechirmaydi. Birinchisi Alloh taolo sirq qo'shgan, ikkinchisi to'sqan qarim qatnasini uzgan, odan keyin musulmon bavurlarining urus kirisi bo'lgan adamlarning o'sha iki top adamning kunahlerini kechirmaydi degan sahih hadislar bor. Qasiyetli bo'lganini bukul ulamolar bir og'izdan qasiyetli deydi. Biroq ikkinchi masala, o'sha tunda boshqa tunlarga qaraganda erikshi, bo'lakshi bir arnai bir qulshuliq istiw bo'lami bo'lmaymi degan o'sha tun. Ulamolar ikki topga bo'lingan. Birinchi top aytadi, bu tunda arnai boshqa tunlarga qaraganda erikshi, bo'lakshi bir is qulshuliq, namoz, duo siyaqti qandaydir bir qulshuliq bo'lsin, o'sha tun qasiyetli deb istewga bo'lmaydi deydi. Sebebi bu tun to'g'ri qulshuliq istew degan hadislar durust emas deydi. Sahih hadis emas deydi, alsiz hadislar deydi. So'ndoqdan bo'lmaydi deydi bu tun. Boshqa tunga qaraganda boshqa tunlarda istemagan narsani o'sha tunda istew unda yo'q deydi. Birinchi top. Ikkinchi top ulamolar aytadi, bo'ladi deydi. So'jaga alsiz hadislarga qarab o'sha tun istewga erikshi, boshqa tunlarga qaraganda namoz o'qib, duo jasab, qulshuliq jasav bo'ladi deydilar bor. Ikkinchi top. Odan keyin endi ikkinchi top bo'ladi deganlar menanday bir masala aytadi. Endi bu tun qulshuliq istewga bo'ladi dedik. Bu har adam jeki basi uyinde qulshuliq istewmi, alde meshitlarda jinalib istewmi? Bir top aytadi, birinchi tobi, yo'q, har adam bo'lak o'z uyinde istesin deydi. Ikkinchi top, yo'q, meshitlarga jinalib istese de bo'ladi deydi. O'sha tun joyinдағы masalalar o'sinday.